Adasi. Boring olib keling endi. Bo'ldi, hozir olib kelaman. Yana yutqizdimi? Ha, yutqizdi. Birinchi tayinda yutayotgani, ikkinchidan yutqizdik. Olib kelaman hozir, ha. Izlashing. 3-4-3 qaysi miya bilan o'z sxemani qo'yish mumkin? Dinastiyani Fabio Cannavaro'sdan o'zimizdan Timur Kapasi yaxshi edi. Mag'lubiyatni hazm qilish shu darajada og'ir bo'lyapti. Yutadigan o'yinimizni yutqazdik Kongoga. O'lib ket, o'liblar ketgan bitib yurmay, maylimi? Chempionatingga o'sha oltindan bo'lgan kubogingga. Aka keling, nima kerak? Nima olib kel dedi xotin? Mana futbol bilan bo'lib esdan chiqib qolibdi. Nimadir dedi-da. Hozir aka. Hozir eslab kelib. 4:30da futbol ko'rish osonmi senga? Nima olib kel deganing esimdan chiqib qolibdi. Xayolingiz qursin sizni. Lalako takliflarni olib keling degandim-ku. U qanaqa taklif? Voy, sifatli taklif. Namlik o'tkazmaydi, allergiya chaqirmaydi. Bolangiz xotirjam uxlaydi, adasi. U bolagami u? O'zimga bo'lmaydi, olib keling dedi. Qo'y. Yorib tasha to'pni. Nomard ekansan. 11 ta gol o'tkazib jo'mard, hatto gallarchalik bo'la olmading. Ana endi Cannavaro menimcha ketish kerak. Ularni hammasini bo'yniga omoch bog'lab, dalada qo'sh haydash kerak. Kongoga yutqizdik, keyingi o'yinda albatta yutamiz demoqchi edim. Keyingi o'yin yo'q. Aka, sizga tushdimi nima kelganingiz? Ha, ana Lukaku bormi, Lukaku? Futbolchimi? Ya'ni bolalar tagligi bor-ku. Lalaku. Ha, bormi shu? Ha, bor. Mana aka. Gap yo'q aka. Aka, nima deb o'ylaysiz? Cannavaro'ni aybi bilan yutqizdik-a? Endi bilmadim, shu oxiriga kelib hamma tilni tushunmaydi deb Cannavaroni yomonlayapti. Futbolchilar vobshe zo'r o'ynadi-da, shuning uchun hamma Cannavaroni yomonlayapti.